Bizda top uchta telefon uchun internetsiz o'yinlar. Oxirgi o'yin prosta dahshat o'yin do'stlar. 3-o'rinda Evil Doll o'yini. Ushbu o'yin juda ham qo'rqinchli, ajoyib internetsiz o'yinlardan biri. Xullas, bu o'yinda siz bitta katta qasrda qamalib qolasiz va mana shu qasrda vijivaniya qilib chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Endi chiqib ketish ham oson emas. Ya'ni sizga har xil burchaklardan jonzotlar kelib sizni o'ldirishga harakat qiladi. Ana shu jonzotlardan qochib, siz qurollar topib, ana shu jonzotlarni o'ldirishingiz kerak bo'ladi. O'yinning grafikasi, atmosfera shunaqangi zo'r, mazza qilib o'ynaysiz. Ayniqsa bu o'yinni kech payt 12:00 dan keyin o'ynaydigan bo'lsangiz, prosta mazza qilib qo'llab qo'yib o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Xullas, bu o'yinni bemalol slabi telefonlarda ham o'ynab ko'ringlar, juda ham dahshat va qo'rqinchli offline o'yinlardan biri. Ikkinchi o'rinda esa Offline Games o'yini. Ushbu o'yin ham 50 dan ortiq o'yinlar jamlangan ajoyib dastur desak bo'ladi. Ya'ni bu o'yinda siz xohlagancha o'yinlarni tanlab olib o'ynasangiz bo'ladi va bundan tashqari o'zingiz zerikib qoladigan bo'lsangiz, bitta telefonda 4 ta odamni birgalikda set qilib ham o'ynasangiz bo'ladi. Ya'ni bir dona telefonni qo'yasizlar va 4 ta odamni yig'ib olib, bitta telefondan mazza qilib o'ynasalar bo'ladi. Eng muhim, bu o'yinlar hammasi internetsiz qilib ishlab chiqarilgan. Birinchi o'rinda esa Downhill Masters o'yini. Ushbu velosiped poygasi o'yinlardan biri. Xullas, bu o'yinda siz bitta velosiped personajni tanlaysiz va poygalarda ishtirok etasiz. Sekin-sekin monetalarni yig'ib, turli xil velosipedlarni sotib olsangiz bo'ladi. Xullas, trassalar, har xil tanlovlar bo'ladi. Xullas, o'yin prosta olov qilib ishlab chiqarilgan va bu o'yin sizni umuman zeriktirib qo'ymaydi va bu o'yin eng muhimi internetsiz tarzda o'ynaladi. Ayniqsa bu o'yinni bemalol slabi telefonlarda ham o'ynasangiz bo'ladi. Videodagi o'yinlar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosing, obuna bo'ling va keyingi videoda qanaqangi o'yinlar chiqishini xohlaysizlar, sirazu kommentariyada yozib qoldirib, Game Focus 23 ga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.